bir pajarniyda ishlagan odam aytayapti. Onani hech kim to'xtatib qola olmaydi, uy yonayotgan bo'lsa bola ichida qolsa. Yonsam ham bolam bilan yonaman dedi. Bolasiz menga hayot kerak emas dedi bechora ona. Bir uy yonyapti dedi, sayus paytda dedi. 5 yil ichida bola qolib ketgan dedi. O ichidagi alanga lovullayotganiga hech kim yaqinlasha olmayapti dedi. Ona bechora yuguryapti, ushab qolyapti, yuguryapti, ushab qolishyapti. Bir olovga qarasa hushidan ketadi. O'ziga keladi, dod deydi, bolam, bolam deydi. Bir mahal uzoqroq o'zidan ketdi deydi. Qarab turganlar e'tiborsiz qoldi deydi. Ko'zimiz tushib qoldi, alanganing ichiga kirib ketdi-yu deydi. Iloji yo'q, kirib ketdi deydi. Suvlarni sepyapmiz, harakat qilyapmiz, lovullab o'tishi qiyin, jazirama issiq. Bir mahal o'chirdik-ku, beshikni qarasak, charchilib ketibdi deydi. Yetishlikka nima qilmasdan sindirib tashab, bolasini bo'lsa yuzi kuymasin deb shunday bag'riga bosib yiqilibdi-da ona deydi. Bola ham, ona ham yonib ketgan-u, bolani yuzi qopti-da deydi. Ana onaning mehri.